pastga tushadi uchovi ham. Noradrenalin, dopamin, serotonin neuromediatorlar normaga pastga tushgan bo'ladi. Ular tushundingizmi? Agar serotonin bilan noradrenalin bo'ladigan bo'lsa, nisbatan dopamin qo'shilmagan nisbatan yengilroq olib chiqsa bo'ladi. U dopamin qo'shilgan juda ham og'ir tushkunlik kayfiyatda bo'ladi. Suicidal popitkalar bo'lishi mumkin. Shuni aytib olamda, yengil, o'rta, og'ir darajalarga keyin shunga qarab bo'linadi-da, neuromediatorlar qo'shilishiga qarab bo'linadi. Dopamin mana bu yerda o'zi 500 mingta klitkasi bor. Shu ishlab chiqaradi dopaminni. Shu nisbatan. Xo'p, shu serotonin, dopaminni ukol qilsak bo'ldimi, hal ketadimi depressiya? Savol. Gap shunday ekan demak, sababi shu ekan, shuni kirgizib tursak bo'ldimi, yo'q ketadimi? Yo'q. Demak, bu emas sabab. Bular instrument bular. Ma'lum bir faoliyatni amalga oshirishda moddiy sabablari bo'ladi. Bundan tashqari boshqa sabablar bor. Emasmi? Mana, keling. Mana boy bo'lish uchun nima qilish kerak deymiz-ku? Pul ko'p bo'lish kerak. Ha? Demak, pul ko'p bo'lishdan oldin ma'lum bir sostoyaniyda bo'lish kerak. Qobiliyatli bo'lish kerak biznes qilishga, pul bilan fikrlashga, pulni to'g'ri boshqarishga. Adolat, nima jamiyatda nimalar bo'ladi? Bu jamiyatda o'zi nimani savdo qilib foyda qilsa bo'ladi? Shunaqa narsalarni bilish kerak-ku, to'g'rimi? Qaysi manfaat? Pul muhim emas. O'zi aslida biz boy bo'lsa puli ko'p deb qaraladi-yu. Biz materialni ko'rsak shu vaziyatda. Mana bu odamda pul cho'ntagida 100 ming puli bor, mana bu odamda 1 milliard puli bor. Ha, demak, pul ekanda boy degan narsa qarayapsiz, mana dopamin, serotonin deyapsiz. Bu shunaqa narsa-da. Bu prosta instrument, o'shalarni amalga oshirishda moddiy sabablar. Undan oldingi sabablar bor, to'g'rimi? Boy odam, masalan, o'sha mana kambag'al odamga 1 milliard pul berib qo'ysangiz ham 6 oydan keyin kambag'al bo'lib qoladi. To'g'rimi? Chunki ishlatadi. Dopaminni o'zini yetishmovchiligi unaqa narsaga olib kelmaydi-da, Nurik. Mana dopamin u juda ko'p narsaga olib kelmaydi. Yo'q, mana dopamin kamaysa o'sha pullarda essensial trimmer bo'ladi. Kayfiyati yaxshi yuradi pulda. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Serotoninni men o'zi dopamin o'zini pasaytirmayapman. Serotonin pasaydimi? Bunga qaraganda dopaminlar qo'shilsa, dopamin o'zining belgilari qo'shiladi. Agar nimalik qo'shilsa, noradrenalniki bo'lsa, noradrenalnik pasaygan bo'lsa, uning o'zining simptomlari qo'shiladi-da. Tushunyapsizmi? Hammasining o'z simptomlari bor-ku. Shunday bo'ladi. Tushunyapsizmi? Masalan, serotonin pasaydimi? Serotoninda melatonin hosil bo'ladimi? Uyqu ham buziladi. O'zi bunday bo'ladi, Fayzul aka qarang. Sizga savolda, hayvon bilan odamning nima farqi bor? Hayvon organizmi bilan odam organizmining farqi bor. Yoki hayvon organizmi bilan o'simlikning organizmining nima farqi bor? Asosiy отличительный chetasida nima bor? Insonda aql bor-da. Hop, Fikrlash bor, ong bor. Mana shu savollarga yechimni tayyorlab chiqadi, bu savollarga javob. Prosta tak serotonin, dopamin bu narsadan boshqaruvchisi bo'lib qolmagan. O'simlikda faqat oziqlantiruvchi quvvat bor. Chunki bu DNKdan qanaqa ferment sintez bo'ladi, bu qanaqadir jarayonni, kimyoviy jarayonni boshqaradi. Masalan, karbonhidrat bilan suv reaksiya kirgizib, glyukoza paydo qiladi. Mana bu oziqlantiruvchi quvvat bo'ladi. O'simlikda asosiy. Hayvonlarda oziqlantiruvchi quvvati ustida hayotiy quvvat bo'ladi, hissiy quvvat bo'ladi. Bu hissiy quvvat. Ya'ni yana bitta qo'shimcha yurak bo'ladi. Masalan, a'zolarni bir-biri bilan boshqarib turadigan alohida quvvat paydo bo'ldi. A'zolar alohida bo'ldi o'sha. Bu yerda bularda emotsional organ bo'ladi. Emotsional darajadagi narsa qo'shildi. Oziqlantirish quvvati ustidan hukmronlik emotsional narsaga berildi. Endi odamda yana bitta narsa paydo bo'ladi. Oziqlantiruvchi emotsional, uni ustida aqliy quvvat paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni oziqlantiruvchi quvvatni emotsional quvvat boshqaradi. Emotsional quvvatni aqliy quvvat boshqaradi. Mana bu aql. Aql nutq bilan bo'ladi. Nutqsiz aql bo'lmaydi. Xo'p, endi bularning hammasi bitta tizimga solib qo'yilgan o'sha. Bu yoqda boshqacha narsa rol o'ynaydi, tepasida boshqa rol o'ynamaydi. Bularda nafsoniy quvvat bor, to'g'rimi? Hayvonda ham bor-da. Hayvonda ham bor. Nafsoniy quvvat bor, lekin shakllanmagan-da. Nafsoniy quvvat,
aql darajasida emas, Aql instinkt darajasida. Instinkt darajasida. Masalan, ular ham qizg'anadi. Narsalarni nasl qoldirishga primitivni baholaydi. Masalan, boqiylikda primitivni baholaydi. Masalan, ovqat beradigan narsani yaxshiligi, yo'lmasam vajohatli, tirnoqlari bor, tishlari bor narsadan uni yirtqichligi to'g'risida aqliy bo'lmasa ham primitivniy fikr, instinktivniy fikri bo'ladi. Oddiy qilib aytganda. Masalan, qayerda qochish kerak, qayerda quvlash kerak, qayerda yeyish kerak, qayerda dam olish kerak biladi. O'ziga xavfsiz joyni qidiradi baribir. Xuddi shunday. Lekin ularda aqliy quvvat yo'q-da, to'g'rimi? Ha. Mana shunaqa bosh oldin sxemani tushunib olmasangiz, mana shu sxemani tushunib olmasangiz, mediatorlar qayerda, nima, astilxanin, serotonin, noradrenalin, bular hammasi mashinani vintlari bular. Oldin mashinani ishlash prinsipini tushunish kerak. Tushunasizmi? Bular o'zi joyida ishlaydigan narsalar. Bu ishlayveradi. Insonda aql bo'ladi, aql ustiga emotsionalni quvvat bo'ladi, emotsionalni ustiga mana bu oziqlantiruvchi quvvat bilan jinsiy mayl pastki quvvat hisoblanadi. O'rtada emotsionalni bo'ladi. Emotsional degani masalan yaxshi gapirdi, xushmuomala bo'ldi, xursandlik, kayf qilish, masalan, xafalikdan qochish. Emotsionalni ayollar ko'proq emotsionalli narsaga moyil bo'ladi. Masalan, bir narsani chiroyli aytish, chiroyli ko'rsatish, o'zi haqiqatda u g'irt yolg'on bo'lsa ham, shu tashqaridan chiroyli ko'rsatib, emotsionalni unga bir yaxshi ma'no berursangiz, bu yaxshi bo'lib ketaveradi. Emotsionalni shu ayol va erkak farqi shuda, va ayol emotsionalni deydi, erkak mantiqiy o'ylaydi-da. Emotsiya bo'ladi. Buni ustida aql bo'ladi. Aql narsalarni mohiyatini tartiblashtiradi. U yoqimli bo'lsa ham borib yomonlikka olib borishini oldindan hisob-kitob qiladi. Bu narsa tabiatga to'g'ri kelmasligini, tartiblarni buzayotganini his qiladi va uni yo'q, bu yaxshi emas deb turib bularni tuzatadi. Ya'ni endi agar kishi mana bu jinsiy mayl ustunlik qilsa shu odamda, mana bu ikkita emotsional va aql damola chekkasilar. Agar jinsiy anaviga qarab harakat qiladigan bo'lsa, shu jinsiy xohishi birinchi o'ringa chiqadigan bo'lsa, insonning fikrlashi, harakati bo'yicha instinktga aylanadi. Bu odam juda tuban odamga aylanib qoladi. Hech narsadan qaytmaydi, faqat instinkt bilan yashaydi. O'shaning uchun jinsiy omil emotsionalni pastiga qo'yilgan. Buni boshqarib oladi. Buni o'zidan o'zi hukmron bo'lib keta olmaydi hech kimda. Bu albatta bular bo'ysunadi. Buni ustiga bu qo'yilgan. Masalan, men sizni yomon ko'rishim mumkin, lekin yomon ko'rsam ham aqlim aytishim mumkin-da, yo'q, bu yomon ko'rishning asosi yo'q. Bu kishi bilan manfaat olasan. Men undan ko'ra ishlaringni tuzatgin, men fikr narsani to'g'ri joyga qo'yib ishlatgin, yaxshi narsa chiqadi deb aql tuzatadi. Shuning uchun emotsiyaga berilish ham bu ham adashib ketishga olib keladi. Ya'ni xulosalar to'g'ri chiqmaydi, mantiqlar noto'g'ri xulosalar bo'ladi. O'zini shaklashtirib boraveradi-da. Bu yerda men tushunish bo'yicha birinchisi bu eng pastdagisi, buni ustida emotsiya boshqaradi, to'g'rimi? Boshqaruv bo'yicha olsak, uni ustida aql boshqaradi. Xuddi shunday, aql bo'ladi. Agar biz masalan, men bu jinsiy quvvatga, jinsiy nimaga qarab asosiy nima, miyasida shundan boshqa fikr bo'lmasa, u mana aql bilan emotsiya hech narsa qilmay qoladi. Lekin xohlagan kunda buni to'xtatish mumkin, to'g'rimi? Endi miya. Mana buni aytganini qilishni boshlasa, mana ikkalasi dam oladi, oddiy qilib aytganda, dam olib turaveradi. Mana o'rtadagi garmonlardan paydo bo'ladigan instinktivniy boyagi motivatsionniy energetik nimalari nol bo'ladi. U asosiy motivatsiya mana bu sabab bo'ladi. Mana bu yerda neyromediatorlarning ishi bor-ku. Mana bu yerda ishni qilsam, qilganimdan rohat olaman, xursand bo'laman, shu ishni bitirdim deb. Shunaqa hamma narsa nolvoy bo'lib qoladi. Nol bo'ladi. Faqat jinsiy anoni qondirish bilan band bo'lib qoladi. Oziqlanish ham shunga yaqinmi yo yaqin emasmi? Oziqlanish. Masalan, oziqlangan odam ovqatlardan kayf qiladi. Oziqlanish va jinsiy yonma-yon. Agar kishida oziqlanish birinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, aytadi-ku, sen yashash uchun yeysanmi, yeyish uchun yashaysanmi degan savol bor-da, bolaligimizda beradi, to'g'rimi? Kim bizlar yeyish uchun yashayman deydi, kim yashash uchun yeyman deydi, hamma shuni chalkashtiradi. Agar odam yeyish uchun yashasa, ya'ni qorin to'ydirish, o'shalardan eng yaxshi joylardan yeb ichaman desa, o'sha odamni boshqaruvchi bo'lib qolsa, kishini nafs boshqarsa,
mana ikkitasi dam oladi, oddiy qilib aytganda dam oladi, odam o'sha hayvondan past darajaga tushib qoladi. Bu yerda bilimsizlar yozganmi? Albatta yozilgan bular. Ya o'zi dinda ham bor-da. Dinda ham hayvondan farqi aql bo'lsa, masalan faqat hayvon o'zida bo'lsa, bunda shahvoniy nima bo'ladi? Qon to'ydirish bo'ladi. Aql ulardan ustun bo'ladigan bo'lsa, insoniy hisoblanadi. Farishta shaytonlik hisoblanadi. Bo'linadi-ku odamlar. Shunda. Aqli nima bo'lsa, farishtadan ustun bo'ladi yoki bu yoqqa nafsiga o'tadigan bo'lsa, battar bo'ladi nimalar. Endi hayvon agar mana hozir yarim soatdan keyin so'yvorlar, masalan, ho'kizni so'yvorarsan, u so'yib. tayyor bo'ldi, pishdi, so'yasiz. Shundan oldin bu qorinini to'ydirish bilan ovora bo'ladi. To'g'rimi? Yoki jinsiy xohishi bo'lsa, o'zini qondirish bilan ovora bo'ladi. Unda ma'naviy quvvat yo'qda. Aqliy quvvat yo'q. Shuning uchun bu faqat ma'naviy bilan qiladi. Ya'ni hayvon uchun qornini to'ydirish va jinsiy maylni qondirish ayb hisoblanmaydi. Lekin inson uchun jamiyatda yashaymiz, to'g'rimi? Jamiyatda biz pala-partish ovqatlanish, pala-partish birovni rizqini, nonini, pulini tortib olishimiz mumkin emas. Yoki to'g'ri kelgan odam bilan jinsel aloqa qilib boshqa normalar to'g'ri kelmaydi insoniyatga, to'g'rimi? Shuning uchun bizda aql bularni normativlarni belgilab beradi. Aql belgilamaydi, umuman aql biladi buni tartibi boshqachaligini. Qayerdadir noto'g'ri ketayotganini. Qayerdadir mumkin emas. O'zini yo'l-yo'rig'i borligini. Aqlda farosat ham bor-a? Aqlning ichiga hammasi kiradi. Fikr, farosat, ong, tafakkur, tasavvur hammasi kiradi. Aql o'ziga. Endi shu ham o'zida boyagini tushuntirib berib keting. Farosat bor-ku, aqlning bitta qismida, ya'ni vaziyatni chetdan turib bir kuzatishda imkoniyati bor bo'lgan odamlar. O'zini vaziyatini chetdan ham ko'ra oladi. O'zini kritik nuqtai nazardan o'zimda ham bir chetdan aybimni qarab qo'yaychi degan odamlarda farosat paydo bo'ladi. O'zini absolyutni to'g'ri deb o'ylaydigan odamlarda farosat bo'lmaydi. Ularda unaqa savol ham paydo bo'lmaydi. Shuncha savol paydo bo'lmaydi. Ya'ni bu lobniy doля bilan qattiq bog'liqligini ko'rsatadi. Samakritika. Bu qachon bo'ladi, bilasizmi? Mana endi ochib ketaveradi. Bu qachon lobniy dolyanish qachon passiv o'tib qoladi. Agar miya mana jinsiy mayl yoki oziqlanish yoki qanaqadir bir ayol kishiga bo'ylanib qolish yoki bir kayf qilishga bo'ylanib qolib turib, azartni o'yinlar. mana dominanta paydo bo'lib qolsa, bularga bog'liq. Ya'ni boshqaruvchi bu quvvat bo'lib qoldi. Shunda mana buni qo'zg'alishlarini bu bloklaydimi yoki javob bermaydimi? Qisqasi, keyin yana bitta narsani o'qidim. Dominant bo'lar ekanda u. Farosatni yo'qligi demak kishida dominantda boshqa narsa ekanligi belgisi bo'ladi. U odam o'ta ketgan nafsni orqasidan o'tib ketgan odam bo'lsa, farzdan yo'q qoladi, oddiy aytganda. Masalan, krisloga bir yopishib qolgan odam bo'shada olmayapti. Asosiysi mana bu yerda bo'ladi, to'g'rimi? Nafsani quvvatlab qoladi. Yoki shunday odamlar bor va 2 so'm topsa ham bir bor ertaga dedi, bo'ldi to'xtayman dedi, to'xtay olmaydi mana masalan. Masalan qarang, masalan pul topib turibdi, mana pul topib turibdi. Shu pulni hozir hech kim sizni demayapti yoki qamalib ketmayapti yoki qonuniy tomonlama ushlashni iloji yo'q. Lekin bilib turibdi, shu birovga zarar yetkazish hisobiga yoki birovni haqqi hisobiga olyapti birovlar. Lekin uni shu kayf hisobiga shu pulni orqasidan keladigan o'zini va nafsini qondirishga bo'lgan nimasi kuchli bo'lganligi uchun voz kecholmaydi va uni ustunlik ko'radi. Bu endi dominant hisobga bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu qaysi narsa insonda boshqaruvchi bo'lsa, mana bulardagi serotonin, adrenalin, bulardan olsam shunga qarab o'zgaraveradi. Bular просто banolar. Bular nima desam, bitta vosita. Vositachalar. Xo'p, buni kim dominant qiladi buni? Ya buni jamiyat dominant qiladi. Mana bu yerda fikr, ong, tasavvur, bular hammasi masalan qanday ta'lim olyapti, ijtimoiy holat qanday, shundan kelib chiqib mana bu yerdagi narsalar jamiyat bir-birini boshqaradi. Savol berdi. Savol javob bering. Buni kim tuzatadi? Buni ma'rifat tuzatadi. Ma'rifat degan narsa bor-ku. Masalan, biron narsani yomonligini nima uchun yomonligini tushuntiradi, sabablarini.
Mana qaragin, bu mana shunaqa yomon oqibatlarga olib keladi. Mana shunaqa buzilishlarga olib keladi. Mana shunaqa yomon holatlarga olib keladi. Shuning uchun bu yomon deb tushuntiradi. Prosta tak bu yomon deb qo'ymaydi. Mana bitta sabablarini tushuntiradi. Ma'rifat. Yoki biron bir yaxshi narsa bo'lsa, prosta yaxshi deb tugan narsa bilan tugamaydi. Yaxshi sabablarini tushuntiradi. Mana sabablarni tushungandan keyin inson aqli bu narsalarga doimiy mana dominantda bo'lishga qo'ymaydi. Sekin insofga chaqiradi. Insonni sekin insofga chaqirib, vijdon azobing, vijdon azobida qiynalib, yo'q-yo'qdan sekinlik bilan yaxshilik va yomon, ya'ni insonni tuzatuvchi narsa ma'rifat, odob, axloq hisoblanadi. Mana shu narsa nafaqat ruhiy tomondan, balki organizm tomonidan ham tuzatuvchi hisoblanadi. Fizik. Keyin fikr bo'yicha boyagi ko'p kitob o'qishda endi ma'rifat nima qilganda. ma'rifat endi jamiyatda emas u. Keyin fikr bo'yicha farqlangan bitta narsa o'qigaman. Siz hozir shunga ham bir aytib o'ting. Mana bizlarda har xil fikrlar shakllanadi. Yaxshi fikr shakllanadi, yomon fikr shakllanadi. Bir xildan g'alamis bo'ladi. Qayerdan bo'lsa bir narsani topib, birovga zarar yetkazsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Bu narsalarda fikrlar shakllanishi bo'yicha bitta nima bor? Statiya bor-da. Neuroplastичность degan statiya bor. Bosh miyada mana bu lobniy dolia, limbik sistema, talamus hammasi bir-biri bilan ma'lum darajada aloqada bular, tushundingizmi? Svязda aloqada bo'lib turadi. Shuning uchun endi mana bu yerda agar masalan lobniy bilan bizlar g'alamislikka shakllantirsak fikrlarni, aslida ikkalasini o'rtasida boyagi sinapslar ko'payib boraveradi, bir-birini mustahkamlab, quvvatlab. Shu narsa nimada bor-da, neuroplastичность degan narsada. Sinapslar qanchalik xudoanda bo'lib svyazi zo'r bo'lsa, siz endi masalan bir yillar juda g'alamislik qildingizda, kimgadir faqat hammaga zarar yetib yomon bo'lib ketardingizda, lekin bir kunda siz birdan yaxshi bo'lib qolmaysiz. Chunki mana bu yerda shakllangan narsa yana qaytib shu yoqqa tortaveradi-da. Birovga bir yaxshilik qilsangiz, shunday qilib mana bunday qilsa bo'lar ekan deb nima deydi, ichki nima beraveradi-da. Endi bu yerda bitta narsa bor yana-da. Masalan, Qur'onda ham boyagi bitta nima bor-ku, sura. Rahmon surasida aytadimi boyagi hamma dedi boyagi har xilda yashash mumkin, birov jannatda, birov do'zaxda bo'ladi, lekin dedi, oldindan tug'ilmasdan oldin o'zi yozilgan bo'ladi dedi-ku. Qilgan amaliga qarab ketaveradi dedi-ku. Bu narsani nima uchun nima qilaman-da, mana bu neuroplastичность borib, mana bu bizlar ishlagan kasallar ichida shunaqalar bo'lganda, masalan, odat tusiga kirib qolgandan keyin, odat tusiga kirgandan keyin ketilmaydi-da. Qarigandan keyin mana demensiya holatiga tushsa, boshqa holatga tushsa-chi, mana bu haqiqiy xarakterni ochiveradi. Chunki mana bu aql o'zi boshqara olmaydi buni. Mana bu yerdagi narsalar ochilaveradi-da. ba'zan kech bo'ladi. Kech bo'ladi, lekin boyagi gapiraveradi. Masalan, uyda yoqib olgisi keladi, so'kinadi, boshqa qiladi. Tarki odat degan maqolam bor. Ya'ni odat bo'lib qoldimi, o'ta darajada qiyin undan voz kechish qiyin. Turib ketish qiyin. Voz kechish emas, voz kechadi. Qutula olmaydi. Shuni moy bo'lib qolganda men ham organizmim. Shunday narsa ko'rgandan keyin juda yomon narsaga o'rganib qolish iloji boricha boshlash kerak emas. Shu mana shu neuroplastичность degan narsaga bog'liq bo'lar ekanda, sinapslar o'rtada masalan bog'liqligi bo'ladi. Masalan, sinaps bitta ikkita neyron bitta sinaps bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, xotira ham shunga bog'liqda. Bitta neyron 50 ta sinaps bilan bog'lanishi mumkin bir-biriga. Masalan, bitta daryo bo'lsa, bitta ko'prik bo'lishi mumkin daryoning ustida. Lekin zo'r kelishadigan davlatlar bo'lsa, boyagi ustida kelibsa 50 ta ko'prik qurib yuboradi. Bir-biri bilan bog'liqligini zo'r qiladi-da. Bu yer ham xuddi shunaqa o'xshagan narsa bo'lar ekanda. Bunga nima deysiz? Siz mendan to'g'ri deyman. Yo'q, yana nomorda bir xil kasalliklar bor. Masalan, ayollar ko'rsa og'iz keladi-ku, shopizm degan narsa bor. Pulni ishlatib, hammasini yo'qotish kerak-da. Yo'q, erkak o'tirsa kerak. Keyin yana kriterizm bor. Mana bunday o'zi g'oyasi bor, puli bor, narsasi bor. Lekin shu narsa yaxshi ko'rinish uchun olib ketishsa kerak. Bu psixik nimalarda bu. O'pilgan kasalliklar. Narsaparast.